inson zoti borki, u albatta kimnidir shogirdi bo'ladi azizlar. Yo ilmda bo'lsin, yo hunarda bo'lsin, yo kasbda bo'lsin, albatta shogird hisoblanadi. Ammo biz Muhammad alayhissalomning ummati azizlar, bir narsa bilan mag'rur bo'lishimiz kerakki, siz bilan biz payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning shogirdlarimiz. Silsila shunday bog'lanadi. Chunki aytaylik, hozir sizga men bir hadisni rivoyat qilib aytayotgan bo'lsam, bu hadisning roviysi bir sahoba bo'lsa, undan yuqoriga ko'tarilsa payg'ambarimiz alayhissalomga borib taqaladi. Ya'ni bitta hadisni sizga rivoyat qilinganda, siz o'sha sahih bo'lgan hadisni eshitsangiz, siz silsilaga qo'shilasiz. Ya'ni o'sha kelayotgan bir necha asrdan beri, endi biz hadislarda odatda aytganda juda qisqa aytiladi, roviylar sanatlarini aytiladi. Masalan, an Abi Hurayra radhiyallohu anhu, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan deb o'sha joyidan aytib ketiladi. Lekin hozir haqiqiy sanadi bilan hadisni aytadigan bo'lsangiz, o'sha aytaylik kimdan eshitdi? Shunday bo'lish kerak. Men ustozim falonchidan eshitdim, u falonchidan deb oxiri sahoba va payg'ambarimiz alayhissalomga taqaladi. Shunaqa bog'lanib ketadi. Shundan kelib chiqib aytamizki, bitta hadisni sizni eshitmoqligingiz, demak u bog'lanishi payg'ambarimiz alayhissalomga borib taqaladi. Allohga shukr, biz mana shunday zotning ummatimiz va bizning eng ulug' ustozimiz bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Bir yurtda odamlar bozorda hamma o'zi bilan o'zi savdo sotiq, mana shunday maishati bilan ovora bo'lib turgan paytda ulug' shayxlardan birlari bozorda o'tib ketayotib, ularga qarab, "Ey ahli suq, ey bozor ahli, bu katta jomiga bormaysizlarmi? Payg'ambarimiz alayhissalomdan qolgan merosni bo'lib beryapti. Sizlar bebahra bo'ldinglar, tezroq borib o'zingizlarda nasibalarni olinglar" desa, savdo xalqi bir-birlariga qarab, "Eshitdingmi, jomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning merosi bo'linyapti ekan, bizga ham bir narsa tegib qolar" deb shoshilib hammalari masjidga yugurishibdi. Endi ahli dunyo ularning fikrida shu dinor, dirhamdan boshqa narsa ko'rinmaydi. Shu dunyo tarqatyapti deb o'ylab borib kirsalar, hech narsa yo'q. Kimdir Qur'on o'qiyapti, kimdir maviza bo'lyapti va hokazo. Ular hayron bo'lib bu tomondan chiqib shayxning yo'lini to'sib, "Siz shayximiz desak, ustoz olim desak, nega yolg'on gapirdingiz?" "Qachon yolg'on gapirdim? Siz hozir bozorga kirib, jomiga boringlar, payg'ambar alayhisolatu vassalamning merosi taqsim qilinyapti dedingiz. Borsak hech narsa taqsim bo'lmayapti ekan u. Nima ko'rdinglar? Bittasi Qur'on o'qiyapti, bittasi namoz o'qiyapti, zikr qilyapti, kimdir amri ma'ruf qilyapti" deganlarda shayx yig'lab yuborib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shundan boshqa nima meros qoldi degan ekanlar. Qolgan meros shu o'zi azizlar. Mana shu merosni taqsimotini ulamolar qiladilar, olimlar qiladilar. Bilasizlarki, bobomiz Odam alayhissalomda Alloh taolo yaratganda, Qur'onda oyatda aytadi, hamma narsani ismini o'rgatdi deganda, hamma narsani ilmini o'rgatdi. O'sha Odam alayhissalomga o'rgatilgan ismdagi narsalar bu dunyoda hammasi paydo bo'ladi, ijod qilinadi. Ya'ni Odam alayhissalomdan irsiyat bo'lib kelib, kimdir bir Odam alayhissalomda avlodidan mana shu bilgan narsalarni ochuvchi, kashf qiluvchi bo'ladi. Shuning uchun qaysi ilm bo'lishdan qat'iy nazar azizlar, u meros. Biz hamma ilm egalarini hurmat qilishligimiz kerak. Dinimizda azizlar, ilm diniy, dunyoviy ilm deyilmaydi. Hamma ilm bitta ilm deyiladi. Bizda islomda ilm foydali va foydasiz ilmga bo'linadi. İnsanlarning dunyo va oxiratiga kerak bo'ladigan hamma ilmlar foydali ilmlar. İnsanlarning dunyo va oxiratiga manfaat bermaydigan ilm bu foydasiz ilm. Masalan, sehr ilmi yoki boshqa bir ilm,
podshohni oldiga bitta insonni olib kirishgan ekan. Bir rivoyat o'qib qoldim. Shunaqa bir salohiyati bor ekanki, shu ignaga ipni otib kirgizib yuborar ekan. Hammani oldi shuni ko'rsatib berganda, podshoh bunga o'sha ko'rsatgan narsasi uchun mukofot beringlar, keyin orqasidan bir nechta darra ham uringlar. Nega desa, mukofoti mana shu salohiyati uchun, darra umrini bekarga sarflagani uchun. Bu manfaatsiz ilmda. Shuning uchun islomda ilmlar ikkiga bo'linadi: foydali va foydasiz. U bizga hozirga kelib ilmlarni diniy dunyoviyga bo'lib yubordik, hattoki qalbimizga ozor beradigan bir ibora ishlatilardi. Hozir alhamdulillah shu ibora ishlatilmay qo'ydi. Eskicha degan. Ha, siz eskicha o'qigansiz deydi. Yo'q birodar, eng yangichasi bu. Islom yangicha, u eskicha islomdan avvalgi dinlar. Bizni din yangi, qiyomatgacha yangi turadi. O'shuning uchun buni eskicha deb bo'lmaydi. Balki qaysi zamon, qaysi davrda bo'lsa shunga to'g'ri keladi. Men hozir bir hadis aytaman. Mana shu hadis hammamizni ustozlarimizga, hamma muallimlarga rohat bo'ladigan bir hadis azizlar. Imom Termiziyda kelgan bu hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin hatta an-namla fi juhriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khayra." Ya'ni aytibdilarki, albatta Alloh, qarang, albatta Alloh va Allohning farishtalari, osmon va yerdagi barcha zotlar, hatto yerni ostidagi chumolilar, suvdagi baliqlar hammasi odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi. Qarang, ichimizda bitta oddiygina bir muallim bo'lsangiz, sizga Alloh, Allohning farishtalari, yer va osmondagi zotlar, hatto yer ostidagi qumursqalar, suv ostidagi baliqlar ham haqqingizga duo qilar ekan. Bundan ulkanroq tuhfa, bundan kattaroq e'tirof bormi azizlar? Islom dini ilm dini ekanligiga nishona beradigan buyuk hadis. Islom dini ilm egasini ko'klarga ko'tarishlikka namuna bo'ladigan hadis mana shu. Bu yerda olim haqida gap ketmayapti. Oddiygina bir odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi muallim. Maktabda qo'limizga qalam ushlatib yozishni o'rgatgan ustozlarimiz, hunar o'rgatgan ustozlarimiz hammasi mana shu hadisning taxtidadir. Bugun ushbu mav'izada siz azizlar bu hadisni eshitar ekansiz. Men aminmanki hammamizni qalbimizdan ustozlarimiz o'tdi. Qaysi birimiz maktab ustozimiz, qaysi birimiz oliy yohlardagi ustoz, kimdir ko'zidan hunar o'rgatgan ustozi o'tdi. Hammalarimizni o'tgan ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Hozirda ustozlik qilayotgan muallimlarimizning barchasiga Alloh taoloning quyidagi hadisga muvofiq salovati, salomi va barcha mahluqotlarni istig'fori bo'lsin. Azizlar, payg'ambarimiz alayhissalom ta'limda qo'pol bo'lmaganlar. Bir sahoba aytadi, namoz o'qiyotganimda deydilar, bitta odam aksirib yubordi deydi. Men unga rahmatulloh deb aytdim deydi. Shunda yonimda turganlar hayron bo'lib, ko'zlarini bir ishora qilib menga qaray boshladi deydi, namozda gapirganim uchun. Keyin men deydi, ularga qarab, "Ha, nima menga qarayapsizlar?" deb aytdim deydi. Keyin odamlar qo'llari bilan hatto oyoqlariga urdi ham, ya'ni jim tur degandek qilib. Namoz tugagandan keyin deydilar, payg'ambarimiz alayhisalomda aytibdilar. Endi u odam gapirib qo'ydi, nimasalar gapirdi, sahobalar jahli chiqdi. Endi u bildi xato qilganini. O'zi aytadi, "Men keyin bilsam, meni gapirmasligimni xohlayotgan ekanman, tushunmabman" deydi. Endi namoz tugagandan keyin tasavvur qiling, bu odam hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga nima muomala qilar ekan deb kutib turadi. Endi davomini qarang.
aytyaptilarki, ota onam fido bo'lsin, man u zotdan keyin ham avval ham bunaqa muallim ko'rmaganman, bunaqa o'rgatuvchi, bunaqa zot ko'rmaganman, bunaqa husni xulq ko'rmaganman deydi. Qo'limni ushlab, sen namoz o'qiyotganingda, Allohga ibodat qilayotganingda bunaqa gaplarni gapirmagin, dunyo so'zlarini gapirmagin deb aytdilarki, u sahoba shunday bir mamnun bo'ldi va bundan keyin bu ishni qilmaydigan bo'ldi. Endi bu arobiy edi bitta. Lekin Rasulimiz alayhissalomni qarang odatini. Yana bitta hadis keladi. Bir arobiy kirib masjidni bir chekkasida turib tahoratini sindira boshladi. Sahobalar g'azablandi. Rasulimiz alayhissalom to'xtanglar dedi. Haligi o'zini hojatini chiqarib bo'lgandan keyin chaqirib, bu Allohning bayti, bunaqa qilmang bu yerda, bu bunaqa qilib bo'lmaydi deb ta'lim berdilar. Boshqalarga aytdiki, o'sha joyda pokiza qilinglar. Yana bitta voqeani aytmoqchiman. Bir sahoba kelib payg'ambarimiz alayhisalomga aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni qalbimda zino qilishlikka ishtiyoq paydo bo'lyapti dedi. Payg'ambar alayhisalomga aytayotgan gapini qarang. Men zino qilgim kelyapti. Hatto ba'zi sahobalar shu qadar g'azablanib ketdilarki, uni ta'zirini berib qo'yishlikka tayyor edi. Rasululloh ularni tinchlantirdilar. Uni oldiga chaqirdilar. U sahoba aytibdi. Qo'llarini qalbiga qo'ydilar haligini. Shu ishni onang qilsa rozi bo'lasanmi dedilar. Yo'q, astag'firulloh dedi. Opang qilsa rozi bo'lasanmi? Singling qilsa rozi bo'lasa, hammasini aytib chiqdi. Ko'rdingmi dedilar. Demak, bu ishdan hech kim rozi bo'lmaydi. Sen bu ishni qilmagin dedilar. Haligi sahoba aytadiki, endi unda bir qalbida shunaqa vasvas paydo bo'lib qolgan edi-da. U aytayaptiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu gaplaridan keyin va muborak qo'llar tekkandan keyin men to umrimning oxirigacha meni qalbimda mana shunaqa istak paydo bo'lmadi deydi. Rasulimiz alayhissalom o'zlari aytgandek, men muallimman deyaptilar. Ta'lim beruvchiman, osonlashtiruvchiman. Lekin biz ba'zan shunaqa qilmaymizda azizlar. Juda qo'polmiz. Bir odam xato qilib qo'ysa ham kechira olmaymiz. Juda ham odob bilan, axloq bilan bo'lish kerak. Kimdir xato qiladi, uni chiroyli o'rgatish kerak. Ta'lim berish kerak. Janjal qilmaslik kerak, ayniqsa masjidda azizlar. Boshqa holatlarimizda ham biz juda ham chiroyli, muloyimlik bilan ta'lim berishni o'rganishimiz kerak. Bugun biz ustozlar haqida gaplashar ekanmiz. Hammamiz hayotimizda ustoz ekanligimiz bor. Chunki kimdir oila rahbari. Birinchi ustoz otada o'zi. Ota o'rgatadi. Otamiz bizga yurish-turishni, hayotni o'rgatgan ustoz. Va hayotimizdagi barcha jabhalarda ustozga ehtiyojimiz bor. Annas alimun aw mutaallimun. Shunaqa gap bor arablarda. Odam ikkiga bo'linadi. Yo o'rgatuvchi bo'ladi, yo o'rganuvchi bo'ladi. Ikkalasidan tashqari bu hasharat. Kimdir nimanidir o'rganish kerak, kimdir nimanidir o'rgatish kerak. Hayot shunaqa ikkiga bo'lingan. Mana shunda o'rgatuvchi ham azizlar, o'rganuvchi ham savobda teng barobardirlar. Bugun ustozlarni eslayapmiz. Alloh barcha ustozlarga uzoq umr bersin hayot bo'lib turganlariga. Men hatto o'sha yosh shogirdlarimizga madrasani bitirib xizmatga chiqayotgan, imom, noib bo'layotgan shogirdlarga aytaman. Sizni qavmingiz ichida, sizni mahallangiz ichida katta-katta olimlar bo'ladi. Professorlar bo'ladi, akademiklar bo'ladi. Ularning hurmatini joyiga qo'ying. Bir kuni shunaqa bo'ldiki, bir tadbirga kirib o'tirdik. Biz yuqorida o'tiribmiz, oldimizda yosh yigitlar o'tiribdi. Lekin poygakda bir odamni ko'rdim, men u odamni taniyman. Necha yillab ta'lim bergan, fan doktori, professor bo'lgan odam. Men aytdim, ustoz, siz bu yoqqa chiqing. Siz bu yerda o'tirishlikka loyiqsiz. Olimlar yuqorida o'tiradi. Siz esa
eng buyuk olimlardan siz qancha kitob yozgan, qancha shogird chiqargan haqli azizlar bular. Men chaqirib o'tkazdim. Shuning uchun qanaqa ilm bo'lishdan qat'iy nazar olim odamni hurmatini joyiga qo'yish kerak. Ilmli odamni hurmatini joyiga qo'yishlik kerak. Mana Qur'onda keladi-ku, Musa alayhisalomda payg'ambar alayhisalom bo'lsa ham Xizr alayhisalomni oldiga yuborib ta'lim olishlikka buyurdi Alloh taolo. Payg'ambar o'zlari shogird sifatida keladilar payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun biz albatta ustozlarning hurmatini joyiga qo'ymoqligimiz kerak.